Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Jamoamisizlar? Yilda davomiy anchadan beri video qo'ymayotgandim. Esdalik uchun Amerikada yurganlarim, Amerikada qolgan ishlarim aslida video qo'yay dedim, esdalik uchun. Ancha vaqtlarni o'tkazdim yerda. 3 yildan oshib ketdi. Qanday keldim? Bas 3 yildan oshib ketdi. Hozir o'ylasam çok o'tib ketdi. Qanaqa o'tib ketganini bilmayman, lekin ancha qiyinchiliklar bo'ldi bitta. Xudo xolasa Istanbulga borganimda o'sha yerda eslab ko'rib yurishga, bitta o'tgan kunim bilan ertaga o'tgan kunlarni taqqoslab ko'rish, o'sha maqsadlarda qoldim. Kelganimda ancha ko'rinishim ham yosh edi. Sochlarim oqarib ketdi. Hamma narsa zo'r ketdi. Faqat yolg'izlik qiyin ekan. Lekin chidasa bo'ladi, Allohga shukr. Ko'p narsa topdim. Ko'p narsani tushunib yetdim bitta. Boshida kelib har xil ishlar qilib ko'rdim. Hamma o'tgan etaplardan o'tdim. Ancha qiyinchilik bo'ldi. Hech kim ishni tayyor qilib qo'ymasak ham bitta mana olishlar demasak ham bitta. Hamma joyda ham shu. Bitta odamlar yordam qilishdi. Alloh rozi bo'lsin. Ancha yordamlar qilishdi. Sababchi bo'lishdi ular ham. Ancha yordamlar ko'rsatib uy berishdi. O'sha boshda qiyinchilikda qiynalgan paytlarimda ish topolmay, til bilmayman. Ish topishga yordam berishdi. Uydan joy berishdi. Ancha yordamlar qilishdi. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Duo qilaman. Hozir oxirgi qolgan ishim Amerikada. Hamma qilib yurgan ish, hamma o'zbeklarimiz qilib yurgan ish. Trak haydovchiman. Oxirgi ishim ham shu bo'lsa kerak deb o'ylayman shu yerda. Dam olgan to'xtarim emas. Amerikaga ham o'zi katta orzu maqsadlar bilan keldim. Allohga shukr, shu yildan oshgan bo'lsa, ancha yutuqlarga erishdim. Endi mani aytganim bo'lmaydi. Alloh qodir qilganiga erishdim, alhamdulillah. Kam bo'lmadim. Bilmadim O'zbekistonda, Turkiyada bu narsani bu erishganlarimga balkim erisha olmasdim, yana bilmadim. Bitta ancha buncha narsalarga erishdim, mo'ljallagan narsalarimga erishdim deb o'ylayman. Xudo xolasa natijasini agar kuzatib ko'rsanglar, inshaalloh Turkiyaga borganimda ko'rsataman, bu yerdan davom etaman. Bitta ish bilan ovora bo'lib hech videolar qilishga vaqt bo'lmadi. Bitta faqat ruldaman. Uyqu yo'q. Ancha narsa yo'qotdim, ancha sog'lig'imni yo'qotdim bitta. Xudo xolasa Turkiyaga qaytib sog'lig'imni asranish qilaman. Birinchi navbatda. O'zi boshida Turkiyada yashash maqsad edi. Lekin Turkiyada yashab ko'rdim, u yerga yashash uchun oldin pul qilish kerak ekan. Yaxshigina pul kerak ekan, uy joy qilib. Pul bo'lsa yashash kerak ekan, zo'r joy. Turkiya hamma biladi, Istanbulda. Hozir maqsadlarim ham xudo xolasa shu. Turkiyadan uy joy qilib, o'sha yerda yashash. Qolgan bizneslarimni, kelgusi bo'lgan ishlarimni o'sha yerda davom ettirish. Orqamda hozir bilib chiqarildi. Kelyapti, dahshat kelyapti, yomg'ir. Chiroyli joy ekan. Shunga ba'zigina video qilay dedim, esdalik uchun. YouTube'ga hech o'zi gapirib, bunaqa videolar qilmagan edim. Aslida Instagramda qilardim. Hozir Instagram uchun ham umuman o'zi kontent videolar qilmay qo'ydim. Hamma gapirdi, yo'q, ketding, tinchlikmi? Hamma yozdi. Tinchlikmi, yo'q, ketdi, sog'misan dedi. Ularga ham bir xillariga javob bera olmadim, xafa bo'lib qolishdi. Hamma o'ylaydi, o'zgarib ketadi. Amerikaga borib deb o'ylaydi. O'zgarganim yo'q, vaqti yo'q. Faqat ish. Maqsad sari intilish bekorga. Profillarimdan bekor MC emas. Maqsad sari intilish degan shiorim bor. Xohlasa o'sha shiorga sodiq bo'lgan holda mana ishlar to'xtab, xohlasa qaytib boraman va natijalarni birga ko'ramiz, ko'rsatamiz degan inshaalloh. Oz qoldi. Bu yerda zo'r-ku ishlasam ketaveraman dalshi. Do'stlar, aytish kerak deb o'ylayman. Qaytadigan vaqtdan bo'lib qoldi deb o'ylayman. Qaytish kerak. Bu yerda faqat ishlab pul qiladigan joyligini men tushunib yetdim. Qolgan u yoqda hamma narsani u yoqda qilaman. Uy, joy, ish, hamma narsani u yoqda qilaman Istanbulda. Boshida kelganimda boshqacha niyat bilan kelgandim. Ya'ni
betga kelib, dokument qilib, hujjatlar qilib, ayolimni ham chaqirib olaman dedim, keldim. 1 yil ichida fikrlarim o'zgarib ketdi. Bu yerda oila, bola chaqa qilib bo'lmas ekan. Xato ekan. Ishlasa hamma baravar ishlash kerak ekan. Bo'lmasam shuning uchun fikrim o'zgardi. Men o'zim ishlab bu yerda pul topaman dedim va orzu maqsadlarimdan dedim Turkiyada, Istanbulda qilamiz dedim ayolimga. Bu ham shu narsaga ko'ndi, baraka topsin. Mana 3 yil meni Istanbulda begona yurtda hammadan uzoq joyda o'tirib poyladi. Xudo xolasa shu poylaganiga yarasha, kutganiga yarasha, inshaalloh Alloh qodir qilganicha mukofotlayman. Kuzatib borsanglar, Xudo xolasa erishgan yutuqlarimni sizlarga ko'rsataman. Maqtanib emas, shuncha qilgan mehnatim evaziga erishgan yutuqlarimni sizlarga ham ulashmoqchiman. Xudo xolasa. Yomg'ir ham quyib yubordi. Vau, dahshat quydi-yu. Gapirib turgan joyimda quyib yubordi aytdim-ku. Bu yerda yomon yog'adi deb. Yo'qshini qaranglar, bu yerda cheleklab quyadi-da. Mashinaga yugurib kelgunimgacha mana bitta sumka qilib turdim. Mana shu trak ichida 2 yildan oshiq umrim o'tdi. Faqat shu to'g'ri yo'lga qarab, rul ushlab 2,5 yil umrim o'tdi. Qo'llarim qo'yib ketdi. Yo'lda zerikmaslik uchun faqat mana shuni qo'yib qo'yib, ko'rib ketaman yo'lda. 2,5 yilda mana shunaqa qilib o'tdim. Kuzatib boringlar, Xudo xolasa keyingi videolarni balkim Istanbulda olarman. Nyu-Yorkka borganimda o'sha yerda ham ozgina videolar qilib, kontentlar qilaman esdalik uchun. Nyu-Yorkda ham juda chiroyli joylari ko'p. Hozir esa videomni shu joyda to'xtataman. Rahmat e'tiboringiz uchun.